O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bayrami oldidan Jizzax viloyatida aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish va ro'zg'or barakasini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jizzaxning markaziy dehqon bozori va savdo maydonchalarida tashkil etilgan arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari bugun aholining eng gavjum va manzur maskaniga aylangan. Sotuvchilar uchun keng va shinam rastalar, xaridorlar uchun esa barcha zamonaviy sharoitlar muhayyo qilingan. Dehqonchilik va oziq-ovqat mahsulotlari muntazam va uzilishlarsiz arzonlashtirilgan hamda hamyonbop narxlarda yetkazib berilmoqda. Yarmarkadagi tadbirkorlar, sotuvchilar asosan to'g'ridan-to'g'ri mahsulot ishlab chiqaruvchilar bo'lgan hisobiga bozordagiga nisbatan 20-30% gacha arzon narxlarda sotilmoqda. Bundan xalq ham, xaridorlar ham mamnun bo'lmoqda. Bozorlik qilgani keluvdim. Bugungi pulim ancha barakali bo'ldi. Hurmatli prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Mana bu go'sht mahsulotlari, guruch mahsulotlari ro'zg'or bo'lib, hammasini qistabop qilib arzonlashtirib qo'ygan ekanlar. Mana bu yarmarkalarni ham juda chiroyli qilib qo'yishibdi ekan, qarasam. Dilim ochilib, bahri dilim ochilib ketyapti xursand bo'lib. Savdo jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan. Soliq xizmati xodimlari va mas'ullar tomonidan naqd va naqdsiz karta orqali to'lovlarning shaffofligi hamda belgilangan narxlarda amal qilinishi qat'iy nazoratga olingan. Yarmarkaga keldik, mana go'shtlar arzon ekan, mana hamma narsa mana uzumlar, noklar hammasi arzon oldik, hammasi bilan xudo xolasa olib bozor qilib, yaxshi sharoitlar yaratib qo'ygan prezidentimizga ham rahmat. Hokim bog'larga ham rahmat. Bozorlarimiz yaxshi, narx-navolar yaxshi. Mana mustaqilligimizga arzonchilik. Biz rozimiz. Narx-navolar juda yaxshi ekan, kartoshka, piyoz, sabzilar hammasini sharoit qilib qo'yishibdi. Hamma sharoitlar yaxshi ekan. Xalqqa juda manzur tushyapti. Har doim shu yerdan kelib savdo qilamiz. Olamiz va tashqarida go'shtni ham tashkillashtirib qo'yishibdi. Elga xizmat, oliy himmat. Bayram oldi yarmarkalari Jizzax ahliga yuqori kayfiyat va fayz baraka ulashishda davom etmoqda.